17. bab. Yusuf'ның çoğ oğlunun evlatlarından boğan Manasse qabilesidagilarga zemin taqsim qilib berildi. Manassening çoğ oğlu Makir Gilatning otasi bo'lib, uning evlatları botir jangchilardan bo'g'ashqa, Gilat zemini va Bashan zemini ularga burunla taqsim qilib berilgan edi. Iordan daryosining g'arbidagi boshqa zeminlar Manassening qolgan evlatlarga jamatlar bo'yicha, ya'ni Abi Azar, Xalak, Asriyel, Shakem, Xefer va Shimida qatorliq jamatlarga taqsim qilib berildi. Bu jamatlar Yusufning o'g'li Manassening evlatları idi. Ammo Xeferning o'g'li, ya'ni Gilatning nevrisi, Makirning chavrisi, Manassening evrisi bo'lgan Zilofaxatning o'g'li yo'q, faqat qizlarlar bor edi. Bu qizlarning ismlari Mahlah, Nohah, Xoglah, Milkah va Tirza idi. Ular ruhani Elazar, Nunning o'g'li Yoshuva va İsraillarning oqsoqollarining oldiga kelib, Parvardigor Musa payg'ambarga qabilimizdagi erlarga o'xshash bizga zemin taqsim qilib berishni buyurgan edi, dedi. Shuning bilan Yoshuva Parvardigorning buyrug'ini bo'yicha tog'larga o'xshash ularga yer taqsim qilib berdi. Shundoq qilib, Iordan daryosining qarshi qirg'idagi Gilat zemini bilan Bashan zeminidan boshqa Manasse qabilasiga yana 10 parcha zemin taqsim qilib berildi. Manasse qabilasidagilarning ayol avlodlari evlatlarga o'xshash bir parchadan yerga ega bo'ldi. Gilat zemini Manasse qabilasidagilarning qolgan avlodlariga taqsim qilib berildi. Iordan daryosining g'arbidagi Manasse qabilasining fasili shimolda Ashir qabilasining fasiliga tutishib, janubda Shakem shahriga yaqin bo'lgan Mikmitat shahriga so'zilib, Mikmitat shahridan yanimi janubga ilgirlab, en tapuvoqlar yashayotgan zeminga tutishatdi. Tapuvoq shahrining atrofidagi zeminlar Manasse qabilasiga tava bo'ldi. Ammo Manasse qabilasi zemindagi Tapuvoq shahri Efraim qabilasiga tava edi. Manasse qabilasining janubiy fasili Qanak jilg'isiga tutishatdi. Manasse qabilasining shaharlari ichida Efraim qabilasiga taqsim qilingan shaharlarmi bor edi. Ammo Manasse qabilasining fasili Qanak jilg'isining shimol tarafidan o'tib, O'rta dengizga tutishatdi. Efraim zemini bo'lsa Qanak jilg'isining janubida, Manasse qabilasining zemini bo'lsa daryoning shimolida edi. O'rta dengiz bo'lsa Manasse qabilasining g'arbiy fasili bo'lib, ularning zemini shimolda Ashir qabilasining fasiliga, g'arbda Isakar qabilasining fasiliga tutishatdi. Manasse qabilasiga berilgan Beytshan, Yibliam, Dor, ya'ni Nafat Dor, Endor, Tanak va Migoldo qatorliq shaharlar va ularning atrofidagi yezlar Isakar qabilasi bilan Ashir qabilasining zemini ichida edi. Ammo Manasse qabilasi bu shaharlarni egillayolmadi. Shu zeminlarda yashayotgan Kananlar davomliq shu yerda yashayverdi. Keyin İsraillar kuchaygandan keyin ular Kananlarni ishlamchi qilib ishlatdi. Ammo ularni bu zeminlardan butunlay qo'g'lab chiqamadi. Yusufning avlodlari Yoshuvaning oldiga kelib, Parvardigor bizga barakat berdi. Bizning odamlarimiz shuncha ko'p tursa, sen nima uchun bizga bir parchalar zemin taqsim qilib berasan, deb so'radi. Yoshuva ularga, agar odamlaringlar shuncha ko'p bo'lsa, Efraim tog'liq rayoni sizlarga yetmagan bo'lsa, o'rmonlikda yashayotgan Parizlar va Rafohlarning zeminiga berib, o'rmonlarni kesib, o'zinglarga joy qilinglar,
dedi. Yusuf'ның avlodlari javob qaytirib, Efraim tağlıq rayonu bizge tarlıq kılıdı. Onun üstüge Tuzlanlıktaki Beytşan ve onun etrafındaki Yezila ve İsrail cilgısında yaşavatkan Kananlarının tömür bilen müstekemlengen ceng harvuluru mu? Ba, deyişti. Yoşova, Yusuf'ның avlatları boğan Efraim ve Manasse kabilesidekilerge mundaq dedi. Sizler şunca köp ve küçlük ikensizler. Sizlerge bir ülüştün köp zemin taqsim qilib berilishi kerak. Tağlıq rayonlarmı sizlerge tebe bolsun. O yele gerçi ormanlık bolsumu sizler ormanlarını kesip şu caylarını özünlağa zemin kılınla. Kenanlar küçlük hem ulanın tömür bilen müstekemlengen ceng harvıları bolsumu sizler ulanı qoğlap çıkıviteleysizler.